Alla. Muallif Nargiza Usambayeva. 7-qism. Birinchi marta emas-ku. Davron aka, bular joylashtirishgacha yetib borishmadi. Eku jarayonida urug'lanish bo'lmadi. Hayron qoldim. Nega hayron bo'lasan? Dedi Davron. Hammasi Allohning izmida. To'ppa-to'g'ri. Shunga iymon keltirdim. Biz baribir bandamiz, ojizmiz. Bo'lmasa bemor tushunmagan. Ha, pulimni qaytaring ham dedi. Biz amaliyotni qildik desam, qila olmaganingiz ishingiz uchun pul to'ladikmi dedi. Tushundim. Ularga ham oson emas, dedi Davron achinib. Yiqqan terganini olib kelishadi. Ana shunga siqildim-da men ham, dedi Xushnida boshini ushlab. Ol doringni ich, ber Kamron. Kamron dori va suvni onasiga tutdi. Xushnida dorini ichib, boshini yana yostiqqa qo'ydi. Bizda ham bo'ladi bunaqa narsalar. Bemorlik odamni injiq va asabiy qilib qo'yadi. Ularni ham tushunish kerak. Ayolga juda achindim, dedi Xushnida ko'ngli bo'shab. Qanchalar umid qilgandi. Xursand edi, homilador bo'laman deb, hatto ko'zlari yonib, bolalarimni joylashtirsangiz deb gapirgandi. Umidlari paymol bo'ldi. Alloh yordam bersin, dedi Davron xo'rsinib. Menikining oldida seniki hech gap emas. Bugun mening bir jajji bemorim operatsiyadan chiqmadi. Xushnida nafasini ichiga tortib, kafti bilan og'zini yopdi. Xudoyim ey dadasi, sizga ham dori beraylikmi? Ichgandim ishxonada. Davron o'g'liga qaradi. O'g'lim, oying bu ahvolda ovqat qila olmaydi. Biror nima buyurtma qil. Xo'p. Kamron ovqat buyurtma qilish uchun chiqib ketdi. Abror va Azima mashinada ketyapti. Azima telefonidan ko'z uzmaydi. Telegramda Sardor bilan gaplashyapti. Yuzda tabassum. Bu Abrorning e'tiboridan chetda qolmadi. Zimdan oynadan qarab uni kuzata boshladi. Bir ko'rishaylik, lokatsiya tashlab boraman, deb yozdi Sardor Azimaga. Xo'p, dedi Azima. So'ng u Sardorga yashash manzilini uzatdi. Qanchada kelasan? Munira opa meni izlab qoladilar, dedi Azima darrov. Hozir chiqib taksiga o'tiraman u, boraman. 15 daqiqada yetib boraman, kutib tur. Kirib ketma, tayinladi Sardor. Telefonimni zaryadi o'lyapti. O'lib qolguncha kel, topolmay qolmay yana meni. Azima shunday deb jilmaydi. Bo'ldi, yozma, o'lib qolmasin, javob keldi Sardordan. Ok, dedi Azima. Yozma dedim, zaryading ketadi, dedi Sardor. Azima jilmaygancha telefonini sumkasiga soldi. Mashina boshi ko'rinmas yo'lda bir maromda yurishda davom etardi. Munira kela solib dasturxonga salat, somsa qo'ydi. Jamshid ikkisi o'tirib ovqatlana boshladi. Jamshidning telefoni ham stol ustida turardi. Azima ko'rinmaydi, dedi Jamshid. Darslari ko'payapti uning ham. Hozir keladi. Abror tashlab ketadi Jamshid aka. Haligi ertadan keyin fotihangiz. Jamshid xo'rsindi. Bilaman. Shunga ertaga oyijonning oldiga boraylik. Men o'zim Ekoga borayotganimni tushuntiray. Oyim to'yni qoldirishga rozi bo'larmikin? Ikkilanib dedi Jamshid. Oyijon tushunadilar. Men Eko nimaligini tushuntiraman. Xo'p, boramiz. Shu payt Jamshidning telefoniga xabar keldi va ekranda O'g'iljon degan yozuv bir zum ko'rindi. Munira bir telefondagi ismga, bir Jamshidga qaradi. Qoshlari chimirildi. Jamshid qo'rqib ketdi. Azima bekatda betoqat turardi. Sal o'tmay taksi kelib to'xtadi va undan Sardor tushdi. Ha, shaharlik qiz. Salom, dedi Azima. Va alaykum assalom. Sardor qizga qo'l cho'zdi. Ikkalasi ko'rishib bir-biriga tikilib qoldi. Qayerdamiz o'zi? Nimalar bor ekan atrofda? Dedi keyin Sardor atrofga alanglab. Ana u yerda muzqaymoq bor. Muzqaymoq kafesiga ishora qilib dedi Azima. Yur, muzqaymoq yeb gaplashib o'tiramiz. Yur. Ikkalasi o'sha kafe tomon yurdi. Azima, baribir ortimdan kelib olding-a? Kuldi Sardor. Unga Azima ham jo'r bo'ldi. Nima, faqat sen yurishing kerakmi shaharda? Lekin men qo'shiqchi bo'lishingni istamayman Azima. Azimaning qovog'i osildi. Kela solib kayfiyatimni buzma. Sen qo'shiq aytib to'yma-to'y yursang, men uyda bola qarab o'tiramanmi? Bore, uyalib ketdi Azima. Rost aytayapman, Azima.
Qo'shiqchilar haqida ayniqsa qizlarga hamma ko'z olaytiradi. Men chidolmayman. Shunga qarshiman. Gaplashib olay deb keldim. Azima unga tikilgancha jim qoldi. Munira ham hayrat va rashq bilan bo'ynini cho'zib Jamshidning telefoniga qaradi. Kim bu? Haligi O'g'iljon deb qo'yganmisiz? Tavba, ism qurgan ekanmi? Munira telefonni nari surdi. Jamshidning qo'rqib ketgani juda sezildi va u shoshib telefonini oldi. Men ham birinchi eshitganimda hayron bo'lgandim, dedi Jamshid. Munira kula-kula zo'rg'a gapirdi. Yuragim chiqib ketdi, tavba, xayolimga nima kelganini aytaymi? Jamshid yengil torta boshladi. Nima? O'g'iljon deb saqlab qo'ygansiz. O'g'lingiz bor ekanmi, katta deb o'yladim. Munira yana ham qotib kula boshladi. Odamning miyasi naqadar tez ishlaydi-ya. Qarang, necha soniya qaradim telefonga. 1 sekund qaragandirman, lekin miyamdan qancha fikr o'tdi. Munira barmog'ini bukib sanay boshladi. Jamshid akani o'g'li bor ekanmi? O'g'lini qachon orttirgan? SMS yoza oladigan bola bo'lsa, 10 yoshlar atrofida, 10 yil oldin xiyonat qilganmi menga? Onasi kim? Qayerda yashaydi? Munira qotib kularkan Jamshidga qaradi. 6 ta fikr yashin tezligida o'tibdi miyamdan. Jamshid ham yengil tortib kula boshladi. Abror Azimani tashlab to'g'ri Damir akaning yoniga keldi. Abror, endi PRni o'ylashimiz kerak, dedi Damir aka unga qarab. Men ham shuni o'yladim bugun. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda Azima Malik uchun profil ochishimiz kerak. Albatta, bu siz bo'lmaydi-ku. Ma'qulladi Damir aka. Ustozdan so'ra, qaysi qo'shiqni yaxshi ayta olsa o'shanga klip olamiz. Azima uchun alohida mediachilarni jalb qil. Ertaga imij ustida jiddiy ishlab, rasmlari, qo'shiq aytayotgan jarayonlari bilan ijtimoiy tarmoqlar uchun baza qil. Xo'p, onasiga pul jo'natdingmi? Ha, plastikiga o'tkazdik. Yaxshi. O'ziga ham berdingmi? Berdim. Kunlik xarajatlaringga ishlatasan deb, dedi Abror. Xursand bo'ldi. Ertaga darsi bormi? Bor. Bastakorlardan olgan yangi qo'shiqlaringni ustozga ham jo'natib qo'y. Ertaga qay birini aytirishimizni hal qilamiz. Xo'p. Azimani o'ziga ham yubor, yangi qo'shiqlarni. O'ylanib dedi Damir aka. O'ziga qay biri yoqar ekan, unga yoqdi degani, yoshlarga ham yoqadi degani. Hozir yuborib qo'yaman. Abror telefoniga qarab, Azimani telegramiga qo'shiqlarni tashlay boshladi. Tayinla, eshitdim, yaxshilab telefon qilib ayta qolaman, dedi Abror darhol Azimaga qo'ng'iroq qiladi. Azimaning telefonini o'chirilgan ekan. Telefon ochiq. Muniraga qil, dedi Damir aka. Abror endi Muniraning raqamini terdi. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Abror? Dedi Munira. Rahmat. Abror darrov maqsadga ko'chdi. Opa, Azimani telefoni ochiq ekan, gaplashay degandim. Azima siz bilan emasmi? Hali kelmadi uyga. Abrorning ko'zlari katta-katta bo'ldi. Nima? Men uyingiz yonidagi bekatga qoldirganimga 1 soat bo'lyapti-ku. Kelmadi, dedi Munira o'zini oqlab. Men ham siz bilan-ku deb surishtirmadim. Abror Damir akaga vahima bilan qaradi. Azima yo'q. Damirning ham ko'zlari katta-katta bo'ldi. O'z yotog'ida Islom uyqusirab o'tirar, Marjona beshikdagi bolasini tebratardi. Dilobar opa qo'lidagi telefonini qo'yib Islomga qaradi. Bugundan zalda uxlaysan sen. Islomning uyqusi o'chib ketdi. Nega? O'tirishingni qara, uyqusirab. Zaharxandalik bilan, dedi Dilobar opa. Men bitta o'g'limni kechasi bola qaraydi deb uylantirganim yo'q. Ayol hamma narsani eplash kerak. Qarashgan bo'lsam, o'zimni bolam-ku oyi. Gap qaytarma. Sen kunduzi ishlaysan, to'yib uxlashing kerak. Zalda uxlaysan. Tushundingmi? Islom o'q tortib chiqib ketdi. Marjona uning ortidan qaragancha xo'rsindi. Beshikdagi bolaning ingallashi kuchaydi. Oyi, bo'lmasa konditsionerni qo'shishga ruxsat bering, dedi Marjona yalinchoq ovozda. Issiq uyda biz yota olmayapmiz. Bola qayoqdan uxlasin? Yana beshikda. Men ham shu bolaning nega beshikda yotishiga hayronman, dedi Dilobar dardini aytishga ruxsat tug'ilganidan xursand bo'lib. Kim aytadi, onangizni zamonaviy ayol, shifokor deb?
Chaqaloqqa eskidan qolgan beshik karavot ko'tarib kelmay, hozir chiqqan elektron belinchaklardan olsa bo'lardi. O'zingiz bola beshiksiz katta bo'lmaydi deb turib oldingiz-ku. To'g'ri aytganman. Bosh kelmadi Dilobar. Beshik ham kerak, ham beshik, ham elektron belanchak olib kelishga ota-onangizni qurbi yetmaydimi? Otangiz xirurg, onangiz akusher. Har kuni qo'llariga jaraq-jaraq pul. Bitta o'sha belanchakdan bo'lsa, mana bu meni asal qizim yayrab uxlardi. Usti ochiq bo'ladi, belanchak o'zi tebratadi. Siz ham uxlardingiz. Marjona sekingina o'q tortib qo'ydi. Bolasiga ichi achimasganda, davom etdi Dilobar opa. Uxlolmayapmiz dedingizmi? Ertaga ayting, ularga qiyin emas. Men ulardan pul topsam o'zim bilardim. Xo'p. Marjona boshqa hech narsa demay beshikni tebrata ketdi. Munira yotoqxonasiga o'tib, shkafdagi kiyimlarini ko'rib saralay boshladi. Uning ortidan Jamshid ham qo'lida telefonini ko'targancha sekin kelib karavotga yotdi. Bir kuldirdingiz odamni, Jamshid aka, o'g'iljonim deb. Munira yana kuldi. Jamshidning yana ko'zlari katta bo'lib qo'rqib ketdi. Ertaga serialda syomkam bor edi. Bora olarmikinman? Doktorga ham o'tishim kerak. Shu oy hamma syomkalarimni bekor qilsammikin, Jamshid aka? Miyamni faqat bola bilan band qilmoqchiman. Shunaqa qil. Jamshid ikki ko'zi Munirada bo'lsa-da, sekin o'g'iljon deya saqlangan raqamdan kelgan xabarni ochdi. Assalomu alaykum. Xayrli kech, deb yozibdi o'g'iljon. Jamshid sekin SMSni o'chirib tashladi. Munira esa hamon o'ziga o'zi gapirib, kiyimlarini ko'rardi. Azima ham kech qolib ketdi negadir. Dars cho'zildimikin? Jamshid sekingina telefonini tumba ustiga qo'ydi. Bu paytda Sardor va Azima muzqaymoq yeb o'tirardi. Sardor o'ychan, Azima xafaroq. Bu yerda sen qo'rqadigan narsa yo'q, dedi qiz. Men to'yga chiqayotganim yo'q, yo birorta tungi klubda qo'shiq aytayotganim yo'q. Mening ustimda jiddiy ishlashyapti. Men mana ustoz dars o'tyaptilar, hozir ko'rsataman. Azima Sardorga ustozini maqtanmoqchi bo'lib telefonini oldi. Telefonining quvvati tugagan ekan. Telefonim o'chib qolibdi. Aytgancha, senga tushgan rasmimni tashladim-ku. Ha, u rasmlarni ko'rib biroz xotirjam bo'ldim, dedi Sardor. Lekin yuragimda juda katta g'ashlik bor. Sendan ayrilib qoladigandekman. Aytaymi, sen nimadan qo'rqyapsan? Kuldi qiz. Sen Azima mashhur bo'lib ketsa, meni mensimay qoladi deb qo'rqyapsan. Lekin men unaqa emasman. Sardor tan oldi. Ha, shundan qo'rqyapman. Atrofingda mashinasi bor, puli bor, boyvachcha yigitlar paydo bo'ladi-da, baribir. Nimasiga qiziqaman mashinasini? Mashhur bo'lsam, o'zimda ham mashina bo'ladi-ku. Azima, dedi Sardor og'ir tin olib. Menga so'z ber. Hech qachon sendan yuz o'girmayman deb so'z ber. Azima qiqirlab kula boshladi. Voy, namuncha vahima qilding? Hali mashhur bo'lay. Ko'nglim xotirjam bo'lsin. So'z ber. Azima jilmayib, uyalgancha so'z berdi. So'z beraman. Sendan hech qachon yuz o'girmayman. Aytgancha, sen ham so'z ber. Qo'shiqchi bo'lishingga qarshilik qilmayman deb so'z ber. Xo'p, so'z beraman. Qarshilik qilmayman. Turmush qursak, o'zim prodyusering bo'laman. Ikkalasi ham miriqib kuldi. Zalda Jamshid, Munira, Abror o'tirardi. Hammasining yuzida xavotir zohir. Adashib qoldim ekan, taxmin qildi Jamshid. Har kuni shu bekatda qoldiraman, dedi Abror. To'g'ri uyga kirardi-ku. Ey xudo, ishqilib birov o'g'irlab ketmadimikin? Dedi Munira ko'ngliga kelganini yashirmay. Kim o'g'irlaydi? Hayron bo'ldi Jamshid. Ko'p-ku ijtimoiy tarmoqda bola o'g'irlaganlar, pedofillar, telefoni ham ochiq. Shunga qo'rqyapman-da, onasiga nima deymiz? Vahima qilmay turing. Butkul qo'rqib ketdi Abror. Miyam ishlamay qolyapti. Ichki ishlarga xabar bersammikin? Balki uyga ketgandir. Tusmolladi Jamshid. Onasidan so'rash kerak. Lekin kelishimizda Telegramda kim bilandir kulishib gaplashgandi. Abror ham qo'shildi. Singlisi bilan gaplashgan bo'lsa, rostdan ham jonavordimikin? Aytmasdan ketmas, inkor qildi Munira. Ha, unaqa beo'yi qiz emas-ku. Bugun onasiga pul yubordik.
onasiga sizni sog'indim dedi. Abror shu taxminga yon bosayotgandi. Jonivordimikin yo? Opa, bitta onasiga telefon qiling. Soat tungi 10 bo'lyapti, dedi Munira ikkilanib. Maylimi? Topishimiz kerak qizni. Bo'lmasa ichki ishlarga xabar qilaman, dedi Abror. Munira ikkilanish bilan Azimaning onasi Barnoga telefon qildi. Alo, assalomu alaykum. Barnoning uyqusiragan ovozi eshitildi. Alo, kim bu? Barno opa, men Muniraman, aktrisa. G'ira-shira qorong'u xona. Ikkita o'rin ko'rpa solingan. Barno va Odila uxlab yotardi. Barno boshdan ro'moli tushib, uyqusirab o'rnidan turdi. "Voy, Muniraxon, yaxshimisiz?" dedi hijolat bo'lib Barno opa. "Tinchmisiz? O'zi sizga rahmat aytaman deb yurgandim bugun. Ro'zg'or bilan bo'lib telefon ham qila olmadim. Rahmat. O'zingiz omonmisiz opa?" "Yaxshi", dedi Barno opa chin dildan minnatdor bo'lib. "Bugun Azima pul tashladi plastigimizga. Anchagina pul. Rahmat, baraka toping." "Ha, eshitdim. Xursand bo'ldim. Uyqungizni buzib qo'ydim shekilli. Men haligi Azima masalasida gaplashmoqchi bo'lgandim." "Azima tinchmi o'zi? Yaxshimi? Nima masala ekan? Haligi nima desam ekan? Uylaringizga bormadimi degandim-da. O'qishdan chiqib hali kelmadi. Oyimni sog'indim degan ekan Abror akaga. Shunga yoningizga ketganmi deb Barnoning kapalagi uchib ketdi. "Voy o'lmasam", dedi o'zini yo'qotib. "Kelmadi uyga. Qayoqqa ketadi, voy o'lay. Endi nima qilaman? Opa, vahimaga tushmang", dedi Munira tinchlantirishga urinib. "O'zi darsdan kech chiqqan. Men telefon qilganim qishlog'ingizga boradigan taksichilarning raqami bo'lsa, gaplashib ko'ring. Balki birortasi bilan endi yo'lga chiqayotgandir. Hozir o'ziga telefon qilaman", dedi Barno. "Telefoni o'chiqda opa", dedi Munira. "Voy, Odila tur qizim." Barno butkul o'zini yo'qotdi. Telefonini nari surib, Odilani turtdi. "Odila, tur, opang yo'qmish. Uni qo'shiqchi qilmay men o'lay." Odila uyqusirab turib o'tiribdi. Barno opaning gapidan so'ng Jamshid, Munira, Abrorlarning rostmana xavotiri hadigi kuchaydi. "Bormagan qishloqqa", dedi Munira. "Onasi bexabar. Hozir taksichilardan so'rasinchi, shunga qarab ish qilamiz." Shu payt eshik jiringladi. Hamma birdan eshik tomonga qaradi. Munira yugurgilab borib eshikni ochdi. Eshik oldida Azima turardi. "Assalomu alaykum." Muniraning ko'zlari yonib ketdi. "Va alaykum assalom qo'shiqchi xonim. Qayerlarda yuribsiz?" "Men haligi shu yerda edim. Bekatning yonidagi muzqaymoqxonada. Muzqaymoq yedim." Azima iymanibgina uyga kirdi. Ichkaridan Abror, Jamshid ham chiqdi. Azima Abrorni ko'rib qo'rqib ketdi. "Azima, sen qayerga kelganingni, nega kelganingni unutib qo'ydingmi?" Ko'yishga tushdi Munira. "Nega bir og'iz aytib qo'ymaysan? Telefoning ham o'chiq, zaryatim o'lib qoldi. Bu yerda shuncha odam xavotirdan o'ldi." Jahli chiqqanini bildirish uchun qattiq gapirardi Munira. "U yoqda oying xavotirda. Soat necha bo'ldi?" 10 bo'ldi. "Abror aka seni 8 da tashlab ketgan. 2 soat muzqaymoq yemagandirsan. Rostini ayt, qayerda eding?" "Muzqaymoqxonada", dedi qiz ko'zlari qo'rquvdan pirpirab. "Sinfdoshim kelgandi. Birga gaplashib o'tirib, Munira, mana ahvol degandek Abrorga qaradi." Abror ham jahl bilan gapira boshladi. "Azima, sen katta shahardasan. Har xil odam bor. Biz seni opangdan so'rab javobgarligingni bo'ynimizga olib kelganmiz. Qayerga borasan, nega borasan, kim bilan urushasan, hammasi haqida menga, Munira opaga hisob berishga majbursan. Har bitta bosgan qadaming haqida men bilishim kerak. Tushundingmi?" Azima ha degandek bosh irg'idi. Qishloqda yana bir tong otdi. Mayin esgan shaboda, quyoshning zarrin nuri, ariqda oqayotgan suvning shildirashi, hammasi yoqimli edi. Yo'l yoqasida qishloq taksichilari tizilib turardi. Barno opa, qizi topilibdimi?" Ulardan biri. "Yo'qolganmidi?" Hayron bo'ldi biri. "Qaysi Barno opa? Qizini Toshkentga jo'natgandi-yu, qo'shiqchi qilaman deb. O'sha qizi kecha yo'qolgan. Yarim tunda menga yig'lab telefon qildi." "Qayoqqa ketadi yosh qiz?" Suhbatga qo'shildi nariroqda turgani ham. "Yosh qiz, chiroyli qiz", dedi haligi taksichi. "Xudo biladi nima bo'ladi endi. Ish qilib sog'-omon topilsin."
Xudo asrasin. O'zi men eshitgandim-da. Bekor yuribdi degandim. Qo'shiqchi bo'ldi degani, qo'lma-qo'l bo'ldi degani-da. Lekin Barno opani qizi haqiqiy talantda. Unga ustoz san'atkorlar dars beryapti deb eshitgandim. Tan berib, dedi yana biri. Men ham eshitgandim. Qishloqning Telegram guruhiga ustoz san'atkor bilan tushgan rasmini ham tashlabdi-ku. Birga tushgan ekan. Mana 2 kun o'tmay qiz yo'q. Ish qilib topilsin. Telefon qilib so'ramadingmi Barno opadan? Qiziqsinda biri. Topilibdimi? O'zi kecha tunda yo'qolgan. Qayoqdan topiladi? Yig'lab yotgandir, nima qilaman yuragini ezib. Yomon bo'pti. Hech kimning boshiga solmasin, dedi yana biri. Erkaklar bosh chayqab qo'yishdi.